Neftchi klubi birinchi bor O'zbekiston Superkubogini qo'lga kiritdi. Andijon shahridagi Bobur Arenada O'zbekiston Superkubogi uchun o'tkazilgan markaziy bahsda Superliganing amaldagi chempioni Neftchi mamlakat kubogi sohibi Paxtakorni minimal hisobda 1-0 hisobda mag'lub etdi va tarixda ilk bor Superkubokni qo'lga kiritdi. Farg'onaliklar golni 17-daqiqada Rotinyo orqali kiritishdi. Shu tariqa jamoa Superkubokda ilk bor g'oliblikka erishdi. Oldingi 8 bor finalga chiqib 6 marta imkoniyatni boy bergan sherlar uchun bu yangicha tarix e'lon qilindi. Ushbu g'alaba Neftchi uchun muhim marra bo'lib, jamoaning mamlakat Superkubogida o'zini yuqori saviyada namoyon etish imkonini mustahkamladi.